Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi video menda uylarni pilisos qilish vaqti. Bundan oldin sizlarga bitta narsa aytmoqchi edim. Menga obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilardim. Meni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun hamda shu videolarim sizlarga birinchilardan bo'lib chiqishi uchun sizlarga motivatsiya bo'ladi uylarni tozalashinglarga. Chunki men o'zimga ham xafatli motivatsiya yetishmaydi. 3 ta bola bilan uylarni uborkasiga ulgurish juda ham qiyin, ayniqsa 3 bola uyda bo'lsa. Hamma joylarni mana shunaqa pilisoslab chiqdim. Sizlar uylarni har kuni pilisos qilasizlarmi yoki 3-4 kunda bir yoki bir haftada bir marta pilisos qilasizlarmi? Endi bizda hamma bolalar uyda, men ham uyda bo'lganim uchun har kuni uyni pilisos qilish kerak o'zi aslida, lekin har kuni pilisos qilishga bir xilda vaqt bo'ladi, bir xilda vaqt bo'lmaydi. Keyin yana sizlarga beradigan savolim, har safar pilisos qilganingizdan keyin mana shunaqa qopini yuvasizlarmi, musorni bakini yuvasizlarmi? Yoki uni ham 2-3 marta pilisos qilganingizdan keyin yuvasizlarmi? Men iloji boricha har kun, har pilisos qilgandan keyin yuvishga harakat qilaman. Mana ko'ringlar, filtri qanaqa kir bo'lib ketadi. Bo'lmasa 2 martami pilisos qildim yuvganimdan keyin. Chunki hozir havo chang, o'shaning uchun ham filtrlar ham, baklar ham chang bo'lib ketadi birpasda pilisosda. Mana tozalab oldim. Fikringizni men bilan bo'lishinglar, kommentga yozinglar, like bosinglar.